uyqu arteriyasi bifurkatsiya sindromi. Umumiy karotit arteriyasining buzilish nuqtasi bu ichki va tashqi karotit arteriyalarining bo'linadigan joyi hisoblanadi. Bu asosan qalqonsimon bez darajasiga to'g'ri keladi. Bu yerda karotit tugun joylashgan. Aterosklerotik blyashkalar ko'pincha shu joyda hosil bo'ladi. Bunday holatlarda aorta bo'linishi joyida shovqin eshitilishi mumkin. Ayniqsa mana bu auskultatsiya qilgan paytimizda eshitiladi. Ularni bilish uchun karotit arteriyasining duplex skanerlash talab qilinadi. Shu orqali aniqlashimiz mumkin. Bunda karotit sinusi retseptorlari karotit arteriyalardagi qon oqim tezligini oshishiga, qisman bosimga va qonning pH darajasi, karbonat angidrid qisman bosim o'zgarganda javob beradi. Bu yerdan kelib chiqadigan impulslar qon oqimi va yurak urishi tezligini tartibga solishda, gipoksik paytida nafas olishni rag'batlantirishda yordam beradi. Karotit sinusining sezgirlik darajasini oshishi asosan mana hushdan ketish holatlari, kollaps rivojlanishiga olib keladi. Bu holatlar ko'p keksa odamlarda ko'proq uchraydi. Asosan vertebra-bazilar qon tomir tizimidagi cerebrovaskulyar yetishmovchiligi bilan bog'liq emas bu. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.